Assalomu alaykum aziz talabalar. Demak, bugungi fanimiz ona tili o'qitish metodikasi ma'ruza mashg'uloti. 8-ma'ruza mashg'ulot. Mavzu nutq uslublari ustida ishlash metodikasi. Reja. Demak, birinchi rejamiz nutq uslublarini o'qitish orqali o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish masalasi. Ikkinchi reja nutq uslublarini o'qitish metodikasi. Demak, mavzuga oid tayanch tushunchalari bilan tanishtirib o'taman. Nutq uslublari: so'zlashuv uslubi, ilmiy uslub, badiiy uslub, rasmiy uslub, publitsistik uslub, fonetik uslub, leksik uslubiyat va morfologik uslubiyat, sintaktik uslubiyat, uslublar ta'limi. Mana bu bizning o'sha mavzumizga oid tayanch tushunchalar edi. Chingiz Aytmatov. 10-11 sinflar uchun mo'ljallangan ona tili o'quv predmetidan amaldagi o'quv dasturining o'qitirish xatida shunday deyilgan. Ona tili ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarning o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri hamda ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyatini shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o'zgalar fikrini anglaydigan, muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iborat. Shu boisdan ham o'rta umumta'lim maktablarining 10-11 sinf ona tili mashg'ulotlari to'laligicha nutq uslublari mavzulariga bag'ishlanganligi albatta bejiz emas. Ijtimoiy hayotda shaxslar til vositalaridan turlicha foydalanadilar. Chunonchi olimlar o'z ilmiy asarlarida ilmiy atamalarni qo'llasalar, yozuvchi yoki shoirlar badiiy asarlarda tasviriy, ta'siriy vositalarni ko'proq ishlatadilar. Masalan, Boychechak piyozdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't. Bo'yi 7-20 cm bo'ladi. Ildiz bo'g'zi bargi bitta, ipsimon, yashil, tuksiz, uzunligi o'simlikning bo'yiga teng keladi. Poya barglari navbat bilan joylashgan, pastkilari qalami yoki qalami nashtarsimon poyani biroz o'rab turadi. Fevral-mart oylarida gullab meva beradi. Cho'l va adirlarning soz tuproq, qumloq hamda toshloq tuproqli yerlarida o'sadi. Yoki bo'lmasa o'sha boychechakka xos yana bir sizga matnni o'qitiramiz, ko'rsatamiz. Qattiq yerdan qazilib chiqqan boychechak, yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak. Navruzimda mo'ralab chiqqan boychechak, ko'klamoying darakchisi boychechak. Navbahorning xabarchisi boychechak. Bu xalq qo'shig'i. Demak, har ikkala matnda ham bir narsa haqida fikr yuritiladi. Birinchi matnda botanik olim boychechak o'simligi to'g'risida ilmiy izoh beradi, ta'riflaydi. Qo'shiqda esa nazmiy misralarda shu o'tning rangli obrazi yaratiladi. Boychechakka ta'sirli, jozibali va shoirona tavsif beriladi. Demak, adabiy tilda bir-biridan farq qiladigan uslublar mavjud ekan. Adabiy tilning ijtimoiy hayotning ma'lum bir sohasida qo'llanadigan ko'rinishi adabiy til uslubi deyiladi. Uslublar tilning asosiy vazifalari kommunikativ, ekspressivligiga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi. Shunga ko'ra ular vazifaviy uslublar deb ham yuritiladi. Ya'ni nutq uslublari til ifoda vositalarining maqsadga muvofiq uyushgan sistemasi hisoblanadi. Tilshunoslikda nutq uslublarining 5 ko'rinishi mavjudligi va bu uslublarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi qayd etiladi va bu bizga ma'lum. Demak, siz ekranda mana shu nutq uslublarining 5 turini ko'rib turibsiz. Demak, har bir uslubga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, fan texnika san'atning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar, ilmiy texnik xabarlar, maqolalar, tezislar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub aniq ma'lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalarga, qoidalarga, ta'rif, aksiomalarga boy bo'lishi bilan boshqa nutq uslublaridan farqlanadi. Ilmiy uslubning o'ziga xosliklari quyidagilardan iborat. Demak, ilmiy uslubning o'ziga xosligi nimalarda ko'rinadi? Nutq monologik xarakterga ega bo'ladi. Ko'chma ma'noli so'zlar uchramaydi. Mantiqiy fikrlash, analiz, sintez bilan ish ko'radi. O'rganuvchining ongiga, shuuriga ta'sir qiladi. So'zlar o'z ma'nosida qo'llanadi. Ajratilgan bo'lak, kirish birikma, qo'shma gaplardan faol qo'llanadi. Hukumat idoralarida tomonidan chiqarilgan qarorlar, qonunlar, nizom, xalqaro hujjatlar, ariza, tilxat, ma'lumotnoma, shartnoma, chaqiruv qog'ozi, taklifnoma, tavsifnoma, e'lon, tarjimai hol, hisobot kabilar rasmiy idoraviy uslubda yoziladigan namunalar hisoblanadi.
Rasmiy uslubning ham o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bularni ekranda ko'rib turibmiz. Demak, birinchisi, so'zlar o'z ma'nosida ishlatiladi rasmiy uslubda. Qisqartma so'zlar, atamalardan foydalaniladi. Darak va buyruq gaplardan foydalaniladi. Gap bo'laklarining odatdagi tartibiga rioya qilinadi. Publitsistik uslubga keladigan bo'lsak, davriy matbuot, ijtimoiy-siyosiy adabiyot, ommaviy siyosiy mavzudagi ma'ruzalar uslubidir. Bu uslubdan targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishda keng foydalaniladi. Odatda gazetalarning bosh maqolalari publitsistik xarakterda bo'lib, ularda kundalik turmushdagi tarbiyaviy, iqtisodiy va siyosiy masalalar yoritilgan bo'ladi. Publitsistik uslubning demak quyidagi o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Demak, birinchi, publitsistik uslubda ta'sirchan so'z va birikmalardan foydalaniladi. Maqol, hikmatli so'z, ritorik so'roq gap, takror, murojaat, undov, chaqiriq, undovlardan foydalaniladi. Davlat, qurultoy, deputat, hukumat rahbarlari kabi ijtimoiy-siyosiy so'zlar ko'p qo'llaniladi. Gap tarkibi odatdagi tartibda bo'ladi. Gap kesimi buyruq, istak maylidagi fe'llar bilan ifodalanadi. So'zlashuv uslubi uchun xos bo'lgan eng asosiy xususiyat bu uslubda adabiy til me'yorlariga rioyat qilinishi va nutqning dialogik xarakterda ekanligidir. Bu uslub uchun xos bo'lgan xususiyatlar quyidagilar hisoblanadi. So'zlar tarkibidagi unli va undoshlarni cho'zish. Masalan, katta, hu degan so'zlarni biz o'sha so'zlashuv uslubida ishlatamiz. Iboralar, maqol, matallar juda ham ko'p uchraydi. Jonim chiqdi, boshi ochiq kabi. Uslubiy bo'yoqdor so'zlardan foydalaniladi. Do'ndiq, vaysamoq, bashara kabi. Nutq jarayonida tovushlarning orttirilishi va tushib qolishi kuzatiladi. Matbachi aslida maza. Izohlovchilardan ko'proq foydalaniladi. Salima, muallim, Toshpo'lat, doktor. Gap bo'laklarining tartibi erkin bo'ladi. To'liqsiz gaplar va undalmalardan foydalaniladi. Demak, bu o'sha so'zlashuv uslubining o'ziga xos xususiyatlaridir. Nasriy, nazmiy va sahna uchun mo'ljallangan dramatik asarlar badiiy uslubda bo'ladi. Badiiy asarlar kishiga ma'lumot berishi bilan birga obrazlar vositasida estetik ta'sir ham ko'rsatadi. Badiiy uslub aralash uslub hisoblanadi, chunki bu uslubda yozuvchi tilda mavjud bo'lgan vositalarning hammasidan foydalana oladi. Hatto tasvirlangan davrning ruhini yoki nutq momentida asar qahramonining holatini tasvirlash uchun eskirgan so'zlar, vulgarizmlar, shebaga xos so'zlardan ham yozuvchi demak unumli foydalanishi mumkin ekan. Bu albatta badiiy uslubning o'ziga xos xususiyatlari sanalar ekan. Demak, biz mana hozir sizlar bilan o'sha uslublar haqida gapirdik. Endi bitta narsa, o'sha maktab jarayonida uslublardan to'g'ri foydalanish, uslublarni bolalarga o'qitish uchun ularga albatta o'sha 10-11 sinflarda ko'proq matnlar bilan ishlash metodidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O'sha ko'proq matnlar orqali ularning uslublarini ajratish, ko'nikmalarini rivojlantirish o'sha mavzuning maqsad va vazifasi hisoblanar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.